Quyida Chevrolet Damas 2026 uchun qisqa video skript, o'zbek tilida, sarlavhasiz va ixcham tarzda. Bugun sizlar bilan O'zbekiston yo'llarida eng tanish va ishonchli avtomobillardan biri Chevrolet Damas 2026 haqida gaplashamiz. Damas ko'p yillardan beri kichik biznes egalari, yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar va katta oilalar uchun qulay transport bo'lib kelmoqda. Ushbu model ilk bor 1990 yillarda bozorga chiqqan va o'shandan beri soddalik hamda tejamkorlik bilan mashhur. 2026 yilgi Damas tashqi ko'rinishda klassik shaklini saqlab qolgan, ammo old panjarasi va chiroqlari zamonaviyroq ko'rinishga ega. Ichki salon oddiy, lekin amaliy, keng o'rindiqlar, yetarli yuk joyi va kundalik foydalanish uchun qulay boshqaruv elementlari mavjud. Texnik jihatdan Damas 2026 yoqilg'i tejamkor dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, shahar ichida yurish uchun juda qulay. Tezligi sport avtomobilidek bo'lmasa ham, o'z vazifasi uchun yetarli. Eng katta ustunligi arzon texnik xizmat va ehtiyot qismlarining oson topilishi.